Assalomu alaykum, o'tiringlar. Sud majlisini ochiqda e'lon qilaman. Sudya Demirzaeva G'ofurova kotibligida arizachi Bo'ston tuman adliya bo'limining Xoliqova, Komilova Madina Muhammadiyevna manfaatida yashaganlik faktini belgilash haqidagi arizasi bo'yicha yuritilgan fuqarolik ishini ko'rib chiqamiz. Sud tarkibiga e'tirozinglar yo'qmi? Yo'q, e'tirozimiz yo'q. Fuqarolik ishlari bo'yicha Bo'ston tumanlararo sudida yashaganlik faktini belgilash haqidagi ariza bo'yicha yuritilgan fuqarolik ishi ko'rib chiqildi. Arizachi Bo'ston tuman adliya bo'limi fuqaro Xoliqova Madina Mahmadaliyevna manfaatida sudga ariza bilan murojaat qilib, unda Xoliqova Madinaning 2006-yildan 2025-yil o'rganish kuniga qadar O'zbekiston Respublikasi Andijon viloyati Bo'ston tumanida yashab kelayotganlik faktini belgilashni so'ragan. Hurmatli sudya, Bo'ston tuman adliya bo'limi fuqaro Xoliqova Madina Mahmadaliyevnaning manfaatini ko'zlab kiritgan da'vo arizasini qanoatlantirib berishingizni so'raymiz. O'zbekiston Respublikasi nomidan xalq qarori. Arizachi Bo'ston tuman adliya bo'limining Xoliqova, Komilova Madina Muhammadaliyevna manfaatida yashaganlik faktini belgilash haqidagi arizasi qanoatlantirilsin. 2001-yil 14-aprelda Tojikiston Respublikasida tug'ilgan, millati o'zbek bo'lgan Xoliqova Madina Muhammadaliyevna 2006-yildan buyon O'zbekiston Respublikasi hududida doimiy ravishda yashab kelayotganlik fakti tasdiqlansin. Xalq qaroridan norozi taraf 1 oy muddat ichida apellyatsiya, 6 oy muddat ichida kassatsiya shikoyat berish huquqi mavjudligini tushuntiramiz. Xalq qarori mazmunini tushuntirib o'taman. Demak, arizachi Bo'ston tuman adliya bo'limini bergan arizasiga ko'ra sud hamma dalillarni ko'rib chiqib tasdiqlanganligi sababli sizning arizangiz qanoatlantirildi. 1 oy muddatdan keyin qonuniy kuchga kiradi xalq qarori. Xalq qarori qonuniy kuchga kirgandan keyin huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilish huquqingiz bor.